Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga do'stlar, yoshi katta onaxon, yoshi katta otaxonlarning ya'ni ko'p uchraydigan muammolardan biri oyoqlarning muzlashi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Boshqacha aytadigan bo'lsak, oyoqlari yaxlab turadi, ya'ni muzlab turadi, sovuq qotadi. Do'stlar, mana shu oyoqlarning muzlashi yoki sovuq qotishiga quyidagi kasalliklarda ro'y beradi. Demak, birinchi navbatda yurak qon aylanishining buzilish kasalliklarida. Bundan tashqari asab kasalliklari bo'lsa yoki bo'lmasam endokrin gormonal o'zgarish bilan kechadigan kasalliklarda yoki bo'lmasam vegetativ asab kasalliklarida yoki do'stlar atrof muhit va hayot tarzining noto'g'ri kechayotganligi natijasida ham kelib chiqishi mumkin. Do'stlar, hozir mana shu aytganlarimni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, yurak qon aylanishining buzilish kasalliklari. Jumladan arterioskleroz degan kasallik bor do'stlar. Demak do'stlar, arterioskleroz degan kasallik bu masalan yurakning o'sha qon tomirida do'stlar o'zi normada hech narsa bo'lmasligi kerak. Lekin arteriosklerozda do'stlar blyashka paydo bo'ladi. Demak, blyashka degani bu lipid, yog'li blyashka. Demak, mana shu blyashka paydo bo'lgandan keyin mana bu qon tomirdan, yurakda qon tomirdan qon o'tishi qiyinlashadi, torayib qoladi. Buni biz fanda arterioskleroz degan kasallik deb nomlaymiz. Demak, mana shu yurakda o'zini qon tomirida qon aylanishi buzilgandan keyin u organizmga yetarli miqdorda qonni haydab bera olmaydi. Oyoqlargacha qon yetib bormaydi va natijada to'qimalarga kislorod kamayib, mana shu oyoqda sovuq qotish belgilari paydo bo'ladi. Demak, oyoqda rangparlik, mana bunday do'stlar ko'karish holatlari yoki oqarib ketish holatlari paydo bo'ladi. Hatto og'riqli holatlargacha olib keladi. Demak, mana shu arteriosklerozning belgisi hisoblanadi. Demak, sovuq qotib og'riq paydo bo'lishi. Bundan tashqari do'stlar, obliteratsiyalovchi endoartrit degan kasallik bor. Bu fanda boshqacha aytadigan bo'lsak, Brugger kasalligi bo'lib, yosh erkaklarda uchraydi. Bu asosan tamaki chekish bilan bog'liq bo'lib hisoblanib, mana shu oyoqni do'stlar arteriyalari yallig'lanadi va yallig'langandan keyin torayib, oyoqlarda sovuqlik, uvishish, keyin esa og'riq, hattoki agar buni davolamasangiz oyoqda gangrena paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari do'stlar, tomir yetishmovchiligi kasalligi bo'lgan, venoz varikozlarda ham do'stlar, demak mana shu oyoqlarda sovuqlik paydo bo'lishi mumkin. Qonning yaxshi yetib bormasligi yoki o'sha yerda qon aylanishining buzilishi natijasida sovuqlik hissi va to'lishish hissi paydo bo'ladi. Endi do'stlar, eng katta mana shu oyoq muzlashiga olib keladigan sabablar haqida ma'lumot berib o'taman. Bu nerv kasalliklari. Demak, birinchi navbatda periferik neyropatiya kasalligi. Bu asosan diabetik bo'lishi mumkin, toksik bo'lishi mumkin, travmatik bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Demak, mana shu o'zi normada mana shu oyoqlarga do'stlar, oyoqlarda nervlar joylashgan. Demak, birinchi nerv bu sezuvchi nervlar, ikkinchisi harakatlantiruvchi nervlar. Demak, mana shu sezuvchi nervlar oyoqlardagi do'stlar, oyoqlardagi har qanday narsani sezadi. Masalan, qitiqlashmi yoki sovuqmi yoki issiq haroratmi yoki bo'lmasam demak og'riqni sezadi. Demak, og'riq va haroratga aloqador nervlarning, sezuvchi nervlarning do'stlar yallig'lanishi, neyropatiyasi kuzatilsa, demak, mana shu oyoqda o'zi harorat normal bo'lishi mumkin. Masalan, 38 gradus atrofida bo'lsa, demak, mana shu sezuvchi nervlar yallig'lansa do'stlar, demak, organizm, miya uni sezmaydi. Sezuvchi nervlar o'z faoliyatini bajarmagandan keyin u yerda sovuq deb o'ylaydi. Oyog'ingiz o'zi normal haroratda bo'lishi mumkin, lekin siz uni sovuq deb o'ylaysiz. Miyangiz shunday o'ylaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun ham mana shu sezuvchi nervlar faoliyatini
ya'ni rag'batlantirib buni davolash kerak. Demak shunaqa. Bundan tashqari mana belida grijasi bor onaxonlar, otaxonlar. Ya'ni buni radikulonevropatiya, ya'ni bel sohasidan ya'ni chiqadigan nervlarning siqilishi yoki diz shurrasi deymiz, yoki bo'lmasam osteoxondroz, ya'ni kasalliklarda do'stlar. Demak, bunda ham nervlar ya'ni qisilib qolib, ya'ni sezuvchi nervlar ya'ni qisilib qoladi, ya'ni o'sha haroratni yetkazib beruvchi miyaga va natijada sovuq qotishi, ya'ni va uvishish va mana shu oyog'ini do'stlar jimirlashi ko'p kuzatiladi. Ya'ni jimirlash hissi. Shuning uchun ham bular qalin paypoqlar, tuya paypoqlar deydi-yu, mana shulardan kiyib oladi. Bundan tashqari mana endokrin kasalliklar bor. Endokrin ya'ni kasalliklar do'stlar. Demak, endokrin ya'ni kasalliklari bo'lgan insonlarda ham demak oyoqning sovuq qotishi kuzatiladi. Jumladan gipotireoz kasalligi, bu degani qalqonsimon bezning ya'ni funksiyasining ya'ni pasayish holatlari. Demak, qalqonsimon bez bilamizki, organizmda issiqlik almashinuvi va moddalar almashinuvini boshqaradi. Demak, agar u sust ishlasa, ya'ni organizmda ya'ni metabolizm sekinlashadi, tana haroratini hosil qilish kamayadi va oyoq qo'llar muzlaydi. Bundan tashqari do'stlar, anemiya ya'ni kasalligi. Demak, qonda o'sha kislorodning ya'ni tashish qobiliyati ya'ni kamaysa do'stlar, demak bunda ham oyoqlarning sovuq qotishi kuzatiladi. Bundan tashqari qandli diabeti bor insonlar. Demak, diabeti bor insonlarda do'stlar kapilyarlar zararlanadi. Demak, mana shu oyoqlardagi kapilyarlar ya'ni zararlanishi ya'ni hisobiga mikroangiopatiya rivojlanadi. Bu esa do'stlar asablarning shikastlanishiga olib keladi va oyoqlarning o'sha sovuq qotishi, uvishishi va keyinchalik mana shu oyoqlarda do'stlar yaralarning ya'ni paydo bo'lishigacha ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun oyoqlaringizni asranglar do'stlar. Qandli diabeti bor insonlar to'g'ri patinka kiying, to'g'ri parvarish qiling. Ozgina noto'g'ri patinka kiysangiz ham bu sizni oyog'ingizni gangrenasiga yoki boshqa holatlarga olib kelishi mumkin. Endi bundan tashqari atrof muhit va hayot tarzi sababli ya'ni holatlar bo'lishi mumkin. Demak, bunga aytadigan bo'lsak, uzoq muddat ya'ni sovuqda yurishingiz oyoqlarning sovuq qotishi yoki muzlashiga olib kelishi mumkin. Yoki harakatsiz ya'ni hayot tarzi. Masalan, siz yeb ichib faqat yotadigan bo'lsangiz, hech qanday ish qilmaydigan bo'lsangiz, ya'ni harakatsiz ya'ni bo'ladigan bo'lsangiz, demak bu ham demak sizda demak oyoqning sovuq qotishi yoki muzlashiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari siqib turuvchi paypoqlar yoki poyabzallar. Bu ham do'stlar mana shu oyoqning sovuq qotishiga sabab bo'ladi. Va qon bosimi past yuradigan insonlar yoki bo'lmasam ovqatlanishi ya'ni noto'g'ri bo'lgan yoki bo'lmasam organizmda vitamin B12 yetishmovchiligi yoki rux yetishmovchiligi yoki yod yetishmovchiligi holatlarida ham do'stlar mana shu oyoqlarning sovuq qotishi kuzatiladi. Tushundingizmi? Endi diagnostikasi haqida qisqacha to'xtalib o'taylik do'stlar. Demak, mana shu ya'ni kasallikda, ya'ni o'sha yoki holat deylik. Demak, mana shu holatni do'stlar fizik ya'ni ko'rik ya'ni tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak. Demak, mana shu oyoqlarda demak tomir urishini ya'ni pulsini yoki terisining rangini, ya'ni o'sha haroratini yoki yara borligi yoki yo'qligini tekshiramiz. Demak, bu bizning tekshirish usulimiz hisoblanadi. Demak, Doppler qilib ko'ramiz. Ya'ni UZIga boramiz, ya'ni UZIda Doppler ya'ni tekshiruvda o'tkazamiz va mana shu yerda qon oqimini o'lchash kerak. Ya'ni oyoqda qanday, bu normalmi yoki normal emasmi? Agarda zarurat ya'ni tug'ilsa, angiografiya ya'ni qilishimiz kerak. Agarda tomirlarda to'rayish ya'ni kuzatilsa, mana shu to'rayish darajasini aniqlash maqsadida. Va bundan tashqari EMG qilsa ham bo'ladi. Bu degani elektromiografiya, ya'ni asab o'tkazuvchanligini baholash uchun. Bundan tashqari siz o'zingizni ya'ni mana shunday uzoq vaqt sezayotgan bo'lsangiz, ya'ni oyoq sovuq qotishini, qoningizdagi glyukoza ya'ni miqdorini o'lchatishingiz kerak. Ya'ni qand miqdori, sahr deydi-yu. Normada mana shu 3.3, 5.5 ya'ni bo'ladi. Demak, mana shu ya'ni sizda qoningizda ya'ni ertalabki ochlik paytida o'lchasangiz, poliklinikangizga borib, demak mana shu norma hisoblanadi. Agarda sizda 7, 8 chiqsa, demak bu yerda endi do'stlar qandli diabet oldi holati yoki qandli diabet bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham buni tekshirtirib turing. Bundan tashqari qoningizdagi
ya'ni qalqonsimon bez gormonlari, ya'ni TT3, ya'ni T4 yoki bo'lmasam do'stlar kalsiy tanin gormonlarini tekshirib turish kerak. Demak, mana shular ya'ni oshib yoki kamayib ketishi ham mana shu oyoqning muzlashiga olib keladi. Bundan tashqari siz umumiy qon analizi topshirishingiz kerak. Demak, bunda biz gemoglobin va temir darajasini ya'ni aniqlashimiz kerak. Sababi mana shu sizning qoningizdagi ya'ni yetishmovchilik, ya'ni anemiya holati do'stlar, mana shu oyoqlarning muzlashiga olib kelishi mumkin. Mana shunday holat bo'lsa, qon ko'paytiruvchilarni olsangiz, do'stlar, yaxshi bo'lib ketasiz. Bundan tashqari organizmdagi xolesterinni tekshirish kerak. Endi davolash usullariga keladigan bo'lsak, do'stlar, hozir men demak aytib o'taman. Siz bu narsani qulog'ingiz bilan yaxshilab eshitib oling. Demak, yurak qon tomir kasalliklari bo'lsa, masalan, arterioskleroz yoki endoartrit ya'ni bo'lsa, tepada aytib o'tdim. Demak, arteriosklerozni tezroq davolash kerak. Buni endi hozir men to'g'ridan-to'g'ri aytsam bo'lmaydi. Buni kardiolog shifokor dori vositalarini belgilaydi. Sizning ya'ni o'sha tomiringizning qanday darajada torayganligiga qarab. Tushundingizmi? Qandli diabet ya'ni kasalligi bo'lsa, demak qondagi qand miqdorini do'stlar nazorat etish kerak. Oyoq profilaktikasini ya'ni yengil poyabzallar kiyish kerak. Oyoq gigiyenasiga e'tibor berish kerak. Agar neyropatiyasi bo'lsa, o'sha neyropatiyaga qarshi dorilarni qo'llash kerak. Bundan tashqari gipotireoz, ya'ni qalqonsimon bezning funksiyasini ya'ni kasayish, ya'ni kamayish holatlari bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yod tarkibli dori vositalarini qabul qilish kerak. Anemiyasi bo'lsa, qon ko'paytiruvchi tabiiy mahsulotlar bor va dori vositalari bor. Buni ham gematolog shifokor belgilaydi. Mahalliy muolajalar bo'ladigan bo'lsa, oyoqlarni iliq suvli vannalarda ya'ni tutish, ya'ni 30-35 ya'ni gradus atrofidagi va massaj va o'sha kontrast vannalarini ya'ni qilish ham qon aylanishini yaxshilaydi va jismoniy ya'ni mashqlarni qilish ham do'stlar oyoq panjalarini demak sovuq qotishini oldini oladi. Bu degani do'stlar, oyoq panjalaringizni aylantirasiz. Demak, kuniga 10 kilometr yurasiz yo suzish ya'ni demak sport turlarida qatnashsangiz ham mana shu oyoqlarning sovuq qotishi demak ketadi. Va bundan tashqari eng asosiysi, agarda siz chekadigan ya'ni bo'lsangiz, chekishni to'xtatishingiz kerak. Va bundan tashqari sovuqdan himoyalanish uchun issiq paypoqlar, tabiiy ya'ni materialga ega bo'lgan poyabzallarni kiyishingiz kerak. Va qon bosimingizni nazorat qilib, demak qon tomir ya'ni salomatligi uchun sarimsoq, limon, yashil choy, ya'ni o'sha ko'k choy va omega 3 ni do'stlar, demak qabul qilishingiz kerak. Agarda mana shu oyoq sovuq qotishini, ya'ni surunkali uzoq vaqt ya'ni kechayotgan ya'ni sovuq qotishni davolamasangiz, do'stlar, demak surunkali ishemiya yana rivojlanib, oyoqda trofik yaralar paydo bo'lishi mumkin. Mana shu trofik yara keyinchalik gangrenaga olib keladi. Bu asosan qandli diabet kasalligi bor insonlarga taalluqli. Bundan tashqari, agar yanada davolamasa, neyropatiya ya'ni sezuvchanlikning yo'qolishi, bu ham oyoqda yara ya'ni olib kelishi mumkin va qon aylanishining yetishmovchiligi yurak va buyrak ya'ni faoliyatiga ham ta'sir etadi. Shuning uchun ham bu narsaga demak e'tiborsiz holatda bo'lmang. Tushundingizmi? Ya'ni oyoqlarning muzlashi bu oddiy ya'ni sovuq emas, balki qon aylanishi, asab yoki endokrin tizim ya'ni kasalliklarining klinik ya'ni belgisi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu normal holat emas. Tushundingizmi? Normal holat bo'lishi mumkin qachonki masalan siz qishda sovuqda demak etik ya'ni mix deydi-ku, mixli etik kiymadingiz va ko'chada ancha turib qoldingiz, yurdingiz, oyoq sovuq qotishi mumkin. Va bu ma'lum bir miqdordan keyin, ya'ni vaqtdan keyin o'tib ketadi. Lekin sizda surunkali yillar, oylar davomida bo'ladigan bo'lsa, bu normal holat emas. Tepadagi ya'ni kasalliklarning belgisi. Shuning uchun ham bunday ya'ni paytlarda siz shunday simptomlarni sezsangiz, nevropatolog, endokrinolog, angiolog ya'ni ko'rigiga borib, ushbu kasallikni ya'ni qaysi kasallik natijasida kelib chiqayotganligini aniqlab, oyoqlaringizni mana shu holatdan chiqarib davolashingiz kerak. Shunday qilib do'stlar, oyoqlarni sovuq qotishi yoki muzlab qolishi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni asrang va sog' salomat bo'ling. Do'stlar, sizlar bilan Media Universal kanal jamoasi.